Assalomu alaykum. Mana bizani hozir ikkinchi kayutamiz ko'rsatamiz. Bu oynali kayuta, balkonsiz. Mana butun tegizamiz. Ochildi. Mana kiramiz. Kirgandan keyin bu yerda mana shkaflar bor. Seyflar bor, isitish va sovutish moslamalari, chiroqlar, favqulodda hodisada qanday chora ko'riladi, hammasi yozilgan. Bu yerda sanuzellar bor, cho'milagan joylar. Bu yerda garderob, kiyim-kechaklar. Bu yerda mana yotadigan joylar bor. Mana bu yerda yana 3-chi odamga joy qilib qo'ygan. Juda chiroyli dizayn. Dizayn chiroyli, televizor, mana bu yerda turli xil hujjatlar bor. Har kuni yangicha hujjatlar keladi. Shu kompaniya bo'yicha ma'lumotlar. Mana hatto bugun ma'lumot keldi. Ertaga Doha davlatiga boramiz, shahriga. Bu yerda mana kiyim kiyish qoidalarini yozib qo'yibdi. Ya'ni ayollar o'rangan bo'lish kerak, erkaklar shorti kiyish mumkin emas deb dress kod bor ekan. Bunaqangi chiroqlari bor o'zi. Mana ko'rib turganingizdek rozetkaga tushadi hammasi. Bu yerda karavotlar bor. Bunaqa chiroqlarni yoqib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda mana shunaqangi mana oyna bor. Oyna ochilmaydi. Lekin ochilmasa ham bu yerda mana shunday mana ko'ryapsizlar, sideniya bor. Bemalol o'tirib dengizni ko'rib ketishingiz mumkin. Mana dengiz. Ko'ryapsizlar dengizni. Bu oynali kayuta. Oddiy kayuta bor, oynasi bo'lmaydi. Balkonli bor va biznes klass. Farqi shu narxida va oynali, oynasiz, balkonli ekanligini. Hisoblanadi. Juda ham ixcham qilib ishlangan. Bemalol dam olsa bo'ladi. Mana shunaqangi holatda kruz sayohatlar dam olishingiz mumkin. Bemalol. Mana salomat bo'linglar. Barchani kruz sayohatiga taklif qilamiz.